Assalomu alaykum yuguruvchilar. Bugun yugurish boshlamoqchi bo'lgan, yugurib yurgan va yugurishga qiziqadigan insonlar uchun bitta zo'r mavzu Strava ilovasi haqida gaplashamiz. Agar yugurishni boshlashga qiynalayotgan bo'lsangiz yoki yugurishda qanaqadir o'sish, rivojlanishlar qilmoqchi bo'lsangiz, shu ilova juda ko'p yordam beradi. Butun dunyoda eng kuchli fitness ilova hisoblanadi va qisqa qilib aytadigan bo'lsam, Instagram ishlatasiz, to'g'rimi? Instagramda o'tirib boshqalarning hayotini, boshqalar qilgan ishini, boshqalarning qo'ygan kontentini ko'rib o'tirasiz. Lekin bu ilova xuddi shu social mediaga o'xshagan, o'sha Instagramdagi holatda umuman boshqa formatda, boshqa tarzda qilingan. U yerda har bitta atletlar, har bitta sport bilan shug'ullanuvchi insonlar, oddiy siz kabi, menga o'xshagan insonlar, ishdan keyin shug'ullanadigan yoki kuni bo'yi sport bilan shug'ullanadigan yoki oddiy endi boshlayotgan insonlar ham bu ilovani ishlatib, hamma bir-biri bilan o'sha nima ish qilayotganini, qaysi sport bilan shug'ullanganini, qaysi joyda yugurganini, qaysi vaqtda qanaqa natijalarini qo'yib boradi va hamma bir-birini kuzatib borib, bir-biriga o'sha like o'rniga kudos deydi, o'shani qo'yib boradi. Bundan tashqari komment yozib qo'llab-quvvatlasangiz, bu zo'r natija, rekord o'rnatibsan, zo'r omad, bu joyda yuguribsan, men ham birga qo'shilib yugursam bo'ladimi? Hamma bir-birini kuzatib, bir-birini motivatsiya olib, bir-biriga motivatsiya berib, shu tarzda shu ilovani foydalanishadi. Kelinglar bu ilovani o'sha ilovani ichida ko'rsatib, orada gaplashib ketaveraman. Ilovani ko'rsataman. Menda mana Strava ilovasi, bu o'zi olovrang bo'ladi. Men qora qilib qo'yganman. Premium versiyasini sotib olsangiz, rangini o'zgartirsangiz bo'ladi. Men Germaniyadaligimda student versiyasini 50% chegirmada 1 yillik olgandim. Xullas bu ilova o'sha skachet qilib olasiz, kirasiz, profil ochasiz, o'zingizni o'sha email-laringiz, boshqa narsalarni kirgizib, menda misol kirsak, bu yerda mana Bobur Saidvaliyev, o'sha Germaniyadagi adresim turibdi, hali ham Dessau, Roslav, Saxony-Anhalt, Germany. 44 ta insonga men obuna bo'lgan ekanman, 44 ta insonni kuzataman va 70 ta inson meni kuzatib borar ekan, bir xillariga o'sha qaytib tashlamagan ekan, xuddi Instagramga o'xshab. Siz kuzatadigan insonlar bor, sizni kuzatuvchi podpисчиклар bor va bu yoqda o'sha har bitta mashq o'tkazganingizdan keyin rasmlarni qoldirsangiz bo'ladi. Rasm, video joylab, o'sha o'zingizga esdalik yoki o'sha qilgan natijangizni dalili sifatida yoki qanaqa xotira sifatida qoldirasiz. Misol, men kirsak, mana one run yugurgandim 2 hafta oldin, o'zi haftada 3 marta yuguraman, lekin asosiy yugurishlarni, qiziq voqealarni rasmni qo'yib boraman mana. Ko'rishingiz mumkin, medal bilan tushgan, bolalar bilan tushgan rasmlarim. Keyingi rasm ko'rsangiz, misol 60 kilometr yugurganimda o'sha tanamda tuzli yig'ilib ketgan, o'sha oqarib qolgan rasmga olib joylab qo'yganman esdalik uchun. 60 kilometr eng uzoq masofa. Skycampda yugurganim rasmini qo'yganman mana. O'rtog'im bilan o'zim yoki men Toshkent marafonida qatnashganimdagi rasmni qo'yganman. Ko'rishingiz mumkin. Men Germaniyada o'sha yugurganimda videosini joylaganman. O'sha kiyimlarda banan hamma narsalarni tiqib olib, uzoq masofaga yugurayotganimdagi videosi hali qo'ymadi. Yoki 20 kilometr o'sha boshqa o'zim shahrimdan boshqa shaharga yugurayotganimda tumanning ichida yugurganman, o'shani videosini ko'rishingiz mumkin. Polsha bilan Germaniya chegarasida bitta shaharda borganim sayohatga, o'shani orasida yugurib o'tganman. Polshadan Germaniya chegarasidan yugurib o'tgan videosini qo'yganman. Xullas, Bryusselda yugurganim videosi. Poxodga nima deydi? Toqqa chiqsangiz ham o'sha tog'i yugurish emas, yurishni ham rekord qilsangiz bo'ladi. Nima deydi? Yozib borsangiz bo'ladi. Toqqa chiqqaningizni ham, suzishingizni ham, jim bilan shug'ullanishingizni ham, pilatesni ham, o'sha yogani ham, hamma narsani yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bu ilovada ko'proq tushuntirib o'taman. Xullas, shu tarzda qo'yib borsangiz bo'ladi. Birinchi Dresdendagi marafondagi rasmlar va hokazo. Bu ilovada rasmlar joylasangiz bo'ladi, followerlar bor va har xil mashqlaringizni statistikasini ham ko'rib borsangiz bo'ladi. Misol, men oxirgi marta shug'ullanganim kecha bo'lgan ekan, ertalab suzgan ekanman. Morning swim inglizchada qilib qo'yganim uchun avtomatik tarzda o'zi yozib qoldiradi. Soat 6 da ertalab suzgan ekanman, 1,5 metr, 1,5 kilometr 40 minut davomida tezligimni hisoblagan. Yoki mana 11-iyun kuni yugurgan ekanman, 10 kilometr yuguribman, soat 10:30 da boshlagan ekanman kechki. Shu narsa suzishim, botanika bog'ida yugurganim va hokazo. Meni profilimga kirib, shu meni natijalarimni ko'rsangiz bo'ladi va har kuni o'zi qo'yib borganimda hamma bir-birini ko'rib boradi. Bu meni profilim. Misol uchun oddiy lentaga kirsak, shunaqangi bo'ladi mana. Luis Vehlik, xullas nemis o'rtog'im. Mana yuguribdi. Kecha soat ertalabki 8 da yugurgan ekan, yozib qoldirgan
o'sha qo'ygan narsasiga 10 minut qizitish qilganman, 6.5 tezlikda, keyin 4 tezlikda interval yugurdim deyapti, 2 minut dam oldim deyapti. Shunaqa qilib o'zi kommentariyasida ko'proq informatsiya qoldirib o'tgan. Men ko'rib, o'qib o'rganishim mumkin va qayerda yugurganini ko'rishim mumkin. O'sha Dessau shahrimizda yugurgan ekan. Like bosib qo'yaman, kudos bosib qo'ydim. Kirib kommentariy ham yozib qoldirsam bo'ladi. Vov, zo'r deb. O'rtog'im Yusufxo'ja, misol velozayezdda o'sha velida sport zalda manimcha yugurgan, o'shani yozib qo'ygan. Kechqurun yugurish Abbosxon Tursunov, misol Turkiyadagi bola taniyman, no bir-birimizni ko'rib, kuzatib, shu nima ish qilayotgan, qaysi mashg'ulot bilan shug'ullanayotganimizni ko'rib boramiz. Shu tarzda ertalabki 5 kilometrga yugurish va hokazo. Misol Akshita, bu ham Germaniyadagi kursdoshlarimdan yugurgan, Yelena Chumak, shaharimdagi bir ukrainalik ayol edi. Xullas shunaqa qilib hamma bir-birini ko'rib boradi. Endi savol berishingiz mumkin, qanaqa qilib buni ishlataman? Ilovangiz qachon oldingiz, profilingizni ochdingiz, nima qilaman? Kirdingiz, profilingiz ochildi, mana shu ko'rinishda bo'ladi. O'rtasida mana rekord degan tugmasi bo'ladi. Rus tilida start, o'zbek tilida boshlash, agar o'zbek tilida bo'lsa. Xullas shu mana shu dumaloqqa bosasiz va bu yoqda har xil narsalar, vaqt, kilometr narsa chiqishi mumkin. Bu yoqda zal turibdi. Men nima qilayotganimni tanlashim kerak. Yugurish bo'lsa yugurish tanlaysiz, yurish bo'lsa yurish tanlaysiz, velosipedda bo'lsa velosiped tanlaysiz. Toqqa chiqish bo'lsa hike tanlaysiz, ruschada yozilgan bo'lsa juda ko'p bor. Sport zal bo'lsa o'sha og'ir toshlar bilan jimni tanlaysiz. Mana hattoki kayakda suzayotgan bo'lsangiz o'shani tanlaysiz va hokazo. Men aytaylik yugurish tanlayman. Siz yugurishga chiqmoqchisiz. Yugurish tanladingiz. O'zi telefoningizda GPS bor, o'sha qayerdan yugurayotganingizni kartasini chizib boradi. Start tugmasini bosasiz. Bu shu telefoningiz bilan ketdi, vaqt hisoblayapti. Siz cho'mchagingizga tiqib qo'yasiz, qo'lingizni ko'tarib yurasiz, xohlasangiz tiqib olasiz sumkangizga bu joyga va yugurishni boshlaysiz. Yugurib ketyapsiz. Bittada misol to'xtamay yugurishingiz shart emas. O'sha yugurdingiz, to'xtadingiz, yana yuryapsiz, yana yuryapsiz. Xullas 5, 2, 3 kilometr yugurganingizdan keyin, tugatganingizdan keyin bo'ldi, tugatdi, boshqa yugurmayman deganingizdan keyin o'sha stop tugmasini bosasiz va tugadi deb yozsangiz sizga o'zi chiqaradi. Yugurish bo'ldi, menimcha vaqt ichida qilding, menimcha masofada yugurding deb sizga statistikalarni ko'rsatadi. Vaqtingizni, kilometringizni, qayerdan yugurganingizni yozib qoldirasiz. Xohlasangiz kommentga birinchi yugurishim deb yozishingiz mumkin. Qiyin bo'ldi, bunaqa fikrlaringizni o'zingiz uchun yozib qoldirishingiz mumkin. Sizni hech kim ko'rmasligini ham xohlasangiz zakritый profil qilasiz, xohlasangiz открытый profil qilib qo'yasiz. Va shuni saqlanib qilib qo'yasiz. Va shu tarzda sizni qilgan mashg'ulotingiz shu zagruzka bo'lib, shu ilovada qolib ketadi. Bu sizga keyinchalik bir oy yugurish to'xtamay qilganingizdan keyin 5 kilometrni 40 minut yugurgan bo'lsangiz, boshida o'shani bir oydan keyin ko'rasiz 5 kilometrni 35 minut yugurgan bo'lishingiz mumkin. Natijalaringizni solishtirishda, qanchalik o'sganingizni solishtirishda juda yordam beradigan ilova. Men o'zim shu narsani qilib borishimdan asosiy maqsadim bu o'zimni statistikamni qilgan natijalarimni solishtirib, taqqoslab, bir oyda necha marta shug'ullanganim, qancha vaqtim sportga ketganligi, qanaqa masofada yugurganligi, hamma narsani hisoblab borib, o'zim uchun zo'r statistikalar olaman va boshqalar ham ko'rib, misol ruhlantirsam, motivatsiya berayotgan bo'lsam juda xursandman va boshqalarni ham ko'rib maza qilib, ular mendan ham ko'p qilayotganini yoki qanaqadir yozib qoldirgan narsaligi, kim nimada shug'ullanayotgan, kim qayerda qatnashayotganligini ko'rib maza qilaman. Misol uchun Zomin Ultrada 15-iyunda yuguraman 50 kilometr, o'shani yoqaman. O'sha 50 kilometr yugurganimni masofasini, tezligimni, qatlarda to'xtaganligimni, qaysi joyda yugurganligimni ko'rib borishingiz mumkin. O'sha yerda rasmlarni ham joylab, shu tarzda yangi turdagi social media bo'ladi desa ham bo'ladi. Shunaqa qilasiz. Misol uchun meni topmoqchisiz yoki boshqa insonlarni topmoqchisiz, o'rtoqlaringiz kimdir bormi deb, shu yerda insonlarni qidirish tugmasi bor va tepada lupani bosasiz va o'sha yerdan yozasiz. Aytaylik, mashhur inson Murod Nazarov yozsangiz bo'ladi, chiqsalar kerak. Murod Nazarov. Menimcha adashmasam zakritый profil qilib qo'ygandilar. Boshqa insonlarni yozsangiz, ular ham Strava ilovasini ishlatayotgan bo'lsa, kirib, ularni ham topib, ularni ham shuncha ishi bor, shuncha nima deydi, tashvishi bor insonlar ham sport bilan shug'ullanayotganini ko'rib hayron qolasiz. Shu kuniga 1 soat, 2 soat sport bilan shug'ullanayotganini ko'rib ham hayron qolasiz. Mana men bu yugurganim, yozganim 30 metr deb hisoblagan. Shuni qo'ydim. Kerak bo'lsa, xohlasangiz kirib o'chirib yuborsangiz ham bo'ladi. Masalan, delete activity o'chirib yuborish deyman. Bo'ldi, o'chib ketdi.
Shu tarzda ko'rib borasiz, sizga kimdir kommentariy yozib, qo'llab-quvvatlashi mumkin. O'sha narsalarni kirib, ko'rib, hammasini ko'rib va undan tashqari birovlar bilan SMS-da shu kirib yozsangiz ham bo'ladi. Ikkala odam bir-biriga друзья tashlagan bo'lsa, do'st obuna bo'lgan bo'lsa, o'sha kirib yozishsa ham bo'ladi. Shu tarzda har xil kartadan qaysi joylarda yugurish mumkinligini o'zini maslahatlarini beradi. Ko'p insonlar yuguradigan yo'llarni guruhlar bor. Misol O'zbekistonda Tashkent Runners bor. O'sha guruhga kirsangiz, qayerda yugurishayotganini, qaysi payt yig'ilishligini, bizani shaharimizda Germaniyada Dessau Runners degan klub bor edi. O'sha yerda biz har hafta 2-3 marta yig'ilishlar o'tkazib, o'sha yerda birga yuguradigan e'lonlarni qo'yardik. Shu tarzda shu ilovani ishlatib, o'zingizni yugurishga bo'lgan qiziqishingizni oshirsangiz bo'ladi. Ilova shundan iborat edi. Ilovani zo'r tomoni ham o'sha aytganimdek, hamma bir-birini ko'rib, kuzatib, ruhlanib, motivatsiya olishi mumkin, natijalaringizni solishtirasiz. Bu narsalarni qilishdan sizga ko'proq motivatsiya ham bo'lishi mumkin. O'zingizga qo'ygan maqsadlaringiz 5 kilometr yuguraman deysiz, o'sha bosasiz, hali 5 kilometr bo'lmaganligini ko'rasiz. Buni ishlatishda har xil yordamchi gadjetlar bor, soatlar bor. Misol uchun men yugurayotganda Garmin hozir oddiy soat, unaqa narsalarni hisoblamaydi. Garmin Forerunner 255 degan soat ishlataman. O'sha yugurish, sport uchun moslashgan. O'sha yerda men yugurish tanlayman soatimdan, ketdi bosaman, o'sha soatim orqali boshqaraman, telefonim orqali emas. Yugurib kelganimdan keyin o'sha narsani to'xtataman, soatimda saqlanib bo'ladi va keyin telefonga ulab qo'yaman. O'sha ilovani ichidan ham soatingizni ulab qo'ysangiz bo'ladi. Garminda asosan Garmin ilovasi bor, o'shani ichidan keyin Stravaga o'zi avtomatik tarzda tashlab yuboradi. Men yozib o'tirmayman, telefonga kirib o'tirmayman, o'sha soat orqali. iPhone'ni yana Apple Watch bor, o'sha Apple Watch narsasi bo'lsa sizda iWatch qanaqadir modeli, unda ham kirib o'sha fitness ilovaga ulab olasiz, yugurish soatini tanlaysiz, bosasiz, yugurasiz, soatda ko'rib ketasiz, 2 kilometr bo'ldi, 3 kilometr bo'ldi. Shu tarzda o'sha bosasiz o'chadi va avtomatik tarzda birinchi telefonga iPhone'ni qanaqadir ilovasiga, keyin Stravaga tashlab yuboradi. Shunaqa qilib ko'p soatlar bor. Mi Band soati bor, Amazfit, har xil soatlar mana shu Strava ilovasi bilan integratsiya bo'lgan, ulangan. Shu tarzda o'sha yordamchi narsalar bor. Bir xil mamtigi puls taqib oladi, misol pulsometr, pulsini o'lchab, shu yerda saqlanib qilib yig'ib boradi. Yurak urishi qanchalik tepaga chiqdi yugurish payti, pastroq tushdi, qanchalik qiynaldi, qanchalik nafas olish, o'pka kuchi ishlatilganligini hamma statistikalarni ko'p yig'ib boradi va u asosan nima deydi, o'rta urovendagi atletlar uchun kerak bo'ladi. O'zini fizik holatini, o'zini mashqlarini kuchaytirib, rivojlantirish uchun. Menda ham o'sha soatim o'zi yurak urishi hamma narsani olib boradi, lekin uncha ahamiyat bermayman. Asosan insonlar o'sha ko'proq tekisroq, nima deydi, aniqroq yurak urish pulsini olish uchun yana qo'shimcha mamtga taqib olishadi, qo'liga yoki botiga taqib olishadi. Yurak urishini yaxshiroq, aniqroq olish uchun. Yana juda ko'p boshqa moslamalar bor. Hozir esimga kelmayapti. Whoop degan soat bor, u ham xuddi shunaqa. Shu tarzda sekin-asta shunaqa ilovalarni qo'shib, shunaqa narsalarni qo'shib, sportga bo'lgan qiziqishingizni oshirishingiz mumkin. Ma'lumotlarni oshirib, o'sha rivojlanayotganingizni ko'rib, ahamiyat berishingiz mumkin. Eng asosiysi, Instagramni o'chirib tashlaydi, mana shu Strava ilovasini yozsangiz, sportga bo'lgan ishtiyoqingiz yanada oshadi degan umiddaman. Boshqalarni kuzatib borasiz, boshqalar sizni qilayotgan ishingizni ko'rib, qo'llab-quvvatlaydi, sizga maslahatlar beradi kerak bo'lsa. Shu tarzda shu ilova juda zo'r yordam beradi. Bundan tashqari Runner degan ilova bor edi. O'sha ilovada yugurish bo'yicha sizga har xil programmalar qilib berardi. Misol 2 oyda 20 kilometr yugurmoqchiman deb programma qo'ysangiz, sizga bugun 5 kilometr yugur, ertaga 3, ertaga 8 mana shunaqa tezlikda yugur deb sizga programmalar tuzib beradi. Birga yugurishingiz mumkin edi. Juda katta ilova bo'lib rivojlanyapti va Strava yaqinda shu ilovani sotib oldi va hozir ikkita ilova alohida ishlaydi. Bittasi yugurish bo'yicha trening, ikkinchisi sport bo'yicha o'sha social media desak, shu narsani Strava sotib olgandan keyin o'sha Runner orqali trenirovka qilsangiz, hammasi integratsiya bo'lib, bir-biriga Stravada qo'yib borilaveradi. Shu tarzda shunaqa ilovalar sizni yugurishingizga bo'lgan ishtiyoqingizni oshirishi mumkin. Hujjatlaringizni, nima deydi, ma'lumotlaringizni yig'ib solishtirishga oson yordam beradi. Shu ilova haqida gaplashmoqchi edim. Foydali, qiziq, nima deydi, yugurishni osonlashtirishga, umuman suzish bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Har qanday sportni boshlashga sizga kuchli, yaxshi turtki bo'ladi degan umiddaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr-salom.